Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana yangi ishlarimizni olib boryapmiz. Like bosib qo'llab-quvvatlab turamiz. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Ko'pchilik obuna bo'lmay ko'rdi. Hurmatli obunachilar, ana yangi ishlarimizni olib boryapmiz. Mana rushno 100% ideal darajada o'yib chiqyapmiz. Mana kompyuter ishlar aralashmagan. Mehr berib, bolajonlar bilan birgalikda kichkinagina seximiz bor, gul o'yadigan joyimiz, xonamiz. Shu yerda ishlayotimiz. Bolajonlar bu tomonda quyon o'ynab yurishibdi. Like bosib qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Gullarimiz efirda ko'rsatariz, telefonimizda shu ushlab turgan odamimiz yo'q. Bir kishi videoga olib turgani. Mana xudo xohlasa chiroyli ideal bo'lib chiqdi. Bu mana holatda bo'ladi-da. Obunachilar, mana frezerda tozalab olamiz. Bu tomonlarni chiziqlarni chizib olgan holatda. Qolgani 100% qo'lda chiqadi. Mana bu tomonda shuni tayyor koronamizni ham qo'yib qo'yganmiz. Kimga kerak bo'lsa, pollar oq pol bo'lgan. O'sha atmoqchi pollar quyonimiz o'ynab yuribdi. Sherkarli quyonimiz bor. Hurmatli obunachilar, kimga tapchan, skameyka, xon taxta, shipon kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Zina xizmatlarimiz ham bor. Eshik derza kerak bo'lsa, eshiklarni ham yetkazib berish xizmatlarimiz bor, yetkazib beramiz. Yangiliklarimiz YouTube kanalimizda bor. YouTube kanalimizda anchagina ishlarimiz joylab boramiz. Taxta mahsulotlar ham bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Salomat bo'linglar. Hammaga xayr.